Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushunarli qilib muhokama qilaman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda. Endi pensiya oluvchilar nimalarni bilishi kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa bemalol bo'lishi mumkin? Bu mavzu har bir xonadonga tegishli. Chunki deyarli har bir oilada ota-onamiz, bobo buvimiz yoki yaqin qarindoshlarimiz pensiya oladi. Agar bu yangilikni vaqtida tushunib olmasak, bankda, dorixonada, transportda, ijtimoiy xizmatlarda yoki hujjat ishlari paytida ortiqcha yugur bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu xabarni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Avval qanday edi? Oldin pensiya tayinlangan fuqaroga pensiya guvohnomasi berilar edi. Bu guvohnoma ko'pchilik uchun men pensionerman degan asosiy tasdiqlovchi hujjat bo'lib xizmat qilardi. Odamlar uni yonida olib yurardi. Kerak bo'lsa dorixonada, tibbiyot muassasasida, ayrim imtiyozli xizmatlarda, tashkilotlarda ko'rsatardi. Ba'zi joylarda esa pensiya guvohnomasi bo'lmasa, fuqaro pensiya oluvchi ekanini isbotlashga qiynalardi. Endi nima o'zgaryapti? Asosiy mazmun shuki, qog'oz yoki alohida ko'rinishdagi pensiya guvohnomasiga bog'liq kamaytirilmoqda. Davlat organlari, banklar va tegishli tashkilotlar pensioner haqidagi ma'lumotni elektron bazalar orqali tekshirishi kerak bo'ladi. Ya'ni fuqaro har safar mana mening guvohnomam deb hujjat ko'tarib yurishi shart bo'lmagan tizimga o'tilmoqda. Bu raqamlashtirishning bir qismi. Ma'lumot odamning qo'lida emas, davlat bazasida tasdiqlanadi. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinishi pensiyaning o'zi bekor qilinadi degani emas. Pensiya to'lovlari, tayinlangan miqdor, staj, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi shu sababli avtomatik to'xtab qolmaydi. Bekor qilinayotgan narsa pensiya olish huquqining o'zi emas, balki uni tasdiqlovchi eski shakldagi guvohnoma bilan bog'liq tartibdir. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi va endi pensiyamni olmaymanmi deb xavotirga tushadi. Yo'q, bunday emas. Birinchi navbatda barcha pensionerlar shuni bilishi kerakki, pensiya oluvchi maqomi endi ko'proq elektron ma'lumotlar orqali aniqlanadi. Agar sizga biror tashkilotda pensiya guvohnomasi so'ralsa, ular sizning shaxsingizni pasport yoki ID karta orqali aniqlab, tegishli bazadan pensioner ekaningizni tekshirishi lozim. Amalda esa hamma joyda bu tartib bir xil tez ishlamasligi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga masalaning faqat qonuniy tomoni emas, hayotdagi amaliy tomoni ham tushuntirmoqchiman. Masalan, Oltintaki yoshli otaxon bank kartasini almashtirish uchun bankka bordi. Ilgari bank xodimi undan pensiya guvohnomasini ham so'rashi mumkin edi. Yangi tartibda bank asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni ID karta yoki pasport orqali ma'lumotlarni tekshirishi kerak. Agar otaxon pensiyani shu bank kartasiga olayotgan bo'lsa, bank tizimida uning pensiya to'lovlari ko'rinadi. Lekin ayrim xodim eski odat bilan guvohnoma olib keling deyishi mumkin. Bunday vaziyatda otaxon janjal qilmasdan, muloyim tarzda pensiya oluvchi ekanim elektron bazada tekshiriladi. Iltimos, pasportim orqali ko'rib bering deb aytish kerak. Yana bir misol. 13 yoshli ayol kishi ayrim dorilar bo'yicha imtiyoz yoki chegirma so'ramoqchi bo'ldi. Dorixona yoki tibbiyot muassasasi pensiya guvohnomasini talab qilsa, u yerda savol tug'iladi. Bu imtiyoz aynan pensionerlik maqomiga bog'liqmi yoki boshqa hujjat, masalan nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa. O ijtimoiy reyestrdagi maqom bilan bog'liqmi? Chunki hamma imtiyozlar pensiya guvohnomasi bilan berilmaydi. Ba'zi imtiyozlar nogironlik guruhi, urush qatnashchisi maqomi, kam ta'minlanganlik, tibbiy ko'rsatma yoki maxsus ro'yxat asosida beriladi. Shuning uchun men pensionerman degan gap har doim ham barcha imtiyozlarga avtomatik asos bo'lavermaydi. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Chunki ular hujjatlari to'liq bazaga kiritilmaganini tekshirib olishlari kerak. Masalan, fuqaro 2024 yoki 2025 yilda pensiyaga chiqqan bo'lsa, pensiya tayinlanganligi haqida ma'lumot, bank hisob raqami, yashash manzili, telefon raqami to'g'ri kiritilgan bo'lishi muhim. Agar telefon raqami eski bo'lsa, xabarnoma kelmaydi. Agar bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Agar yashash manzili boshqa bo'lsa, ayrim xabarnomalar noto'g'ri joyga ketishi mumkin. Ikkinchidan, pensiyasini naqd pul shaklida oladigan yoki olgan pensionerlar ehtiyotkor bo'lishi kerak. Chunki to'lov shaxli.
bankka o'tish, karta ochish, shaxsni tasdiqlash kabi masalalarda ular ko'proq hujjat bilan ishlaydi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, ishonchnoma masalasi ham to'g'ri rasmiylashtirilishi kerak. Bu yerda pensiya guvohnomasi yo'qolishi yoki bekor bo'lishi emas, balki shaxsni aniqlash va vakolatni tasdiqlash muhim bo'ladi. Uchinchidan, nogironlik pensiyasi oluvchilar alohida e'tibor berish kerak. Chunki nogironlik pensiyasi va nogironlik maqomi bir-biriga yaqin bo'lsa-da, hujjat jihatdan har doim bitta narsa emas. Masalan, fuqaro nogironlik pensiyasini oladi. Lekin unga ayrim imtiyozlar uchun TMK yoki tegishli tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari, nogironlik guruhi haqidagi elektron ma'lumot, reabilitatsiya dasturi yoki boshqa hujjat kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar pensiya guvohnomasi bo'lmasa bo'ldi, hammasi bekor bo'ldi deb o'ylamasligi kerak. Asosiy ma'lumotlar tegishli bazalarda to'g'ri turishi lozim. Kimlar xavotir olmasligi kerak. Agar siz pensiyangizni har oy barqaror olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, yashash joyingiz va telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, odatda siz uchun katta muammo bo'lmaydi. Sizning pensiya oluvchi ekaningiz tizimda ko'rinadi. Eski guvohnomangiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham, pensiya huquqingiz shu hujjatning o'ziga bog'lanib qolmaydi. Lekin men har doim bir narsani aytaman. Huquq borligi boshqa, uni amalda isbotlash qulayligi boshqa. Shuning uchun pensionerlar o'zlarining asosiy hujjatlarini tartibga keltirib qo'yishi kerak. ID karta, pasport, bank kartasi, telefon raqami, pensiya tayinlanganligi haqida SMS yoki bankdagi to'lov tarixi, zarur bo'lsa pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotnoma, bularning hammasi amaliy hayotda yordam beradi. Nega bunday o'zgarish qilinmoqda? Birinchi sabab qog'ozbozlikni kamaytirish. Odam bir hujjatni yo'qotib qo'ysa, qayta tiklash uchun vaqt sarflardi. Masalan, pensioner guvohnomasini yo'qotdi, keyin tuman bo'limiga bordi, ariza yozdi, kutdi, yana bordi. Bu ayniqsa yoshi katta, sog'lig'i yaxshi bo'lmagan odamlar uchun qiyin. Elektron tizimda esa asosiy ma'lumot bazada turadi. Hujjat yo'qolsa ham maqom yo'qolmaydi. Ikkinchi sabab soxta hujjatlar va noto'g'ri foydalanishning oldini olish. Qog'oz guvohnomani qalbakilashtirish, eski hujjatdan foydalanish yoki boshqa odam nomidan ish ko'rish xavfi bo'ladi. Elektron tekshiruvda esa shaxsning ID kartasi, JSSHIR raqami, bank ma'lumotlari va pensiya tayinlanishi bir-biriga bog'lanadi. Bu tizim to'g'ri ishlasa adolat kuchayadi. Uchinchi sabab davlat xizmatlarini tezlashtirish. Agar tashkilotlar bir-biridan ma'lumotni elektron almashsa, pensioner idoradan idoraga qatnamaydi. Masalan, bir fuqaro kommunal to'lov bo'yicha imtiyozga ariza bermoqchi bo'lsa, u har bir ma'lumotnomani o'zi yig'ib yurmaydi. Balki tashkilotlar bazadan ko'radi. Albatta, bu ideal holat. Hayotda ba'zan tizim ishlamay qoladi, xodim bilmaydi, internet sekin bo'ladi. Shuning uchun fuqaro o'z huquqini bilishi kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Eski pensiya guvohnomasi sizda bor bo'lsa, uni darhol tashlab yubormang. Men buni aniq tavsiya qilaman. Chunki ayrim joylarda eski odat saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Qonuniy jihatdan elektron tekshiruvga o'tilayotgan bo'lsa ham, amalda ayrim tashkilotlar eski hujjatni ko'rishni so'rashi mumkin. Siz uni asosiy hujjat sifatida emas, qo'shimcha dalil sifatida saqlab qo'ying. Uyda hujjatlar papkasida tursin. Kerak bo'lsa, nusxasini ham qildirib qo'yish mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya guvohnomasi bekor bo'lishi barcha imtiyozlar avtomatik tarzda yo'qoladi degani emas. Masalan, transportda yurish, sanatoriyga yo'llanma, dori-darmon ta'minoti, tibbiy xizmat, kommunal to'lovdagi ayrim yengilliklar, bularning har bir alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Bir imtiyoz pensiya yoshiga bog'liq bo'ladi. Boshqasi nogironlik guruhiga, yana boshqasi alohida toifadagi fuqarolarga tegishli bo'ladi. Shuning uchun har bir imtiyozni alohida tekshirish kerak. Uchinchi nozik jihat. Pensioner degan maqom bilan yoshga doir pensiya oluvchi degan maqom ham ba'zan farq qiladi. Masalan, bir kishi yoshga doir pensiya oladi. Ikkinchi kishi nogironlik pensiyasi oladi. Uchinchi kishi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Hamma pensiya oluvchi bo'lishi mumkin, lekin imtiyozlar ularning barchasiga bir xil qo'llanmasligi mumkin. Shuning uchun hujjat topshirishda men pensiya olaman deb umumiy aytishdan tashqari qaysi turdagi pensiya olishingizni ham aniqlashtiring. To'rtinchi nozik jihat. Bank kartasi va pensiya guvohnomasi masalasi aralashtirilmasin.
Ba'zi odamlar guvohnoma bekor bo'lsa, bank kartam ham ishlamay qoladimi deb so'raydi. Yo'q, bank kartasi alohida moliyaviy vosita. Pensiya to'lovi pensiya jamg'armasi tomonidan belgilangan tartibda bank hisobiga o'tkaziladi. Bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, yangilash kerak. PIN kodni unutgan bo'lsangiz, bankka murojaat qilasiz. Lekin bu pensiya guvohnomasi bekor qilinishi bilan bir xil masala emas. 5-nozik jihat. Ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensionerning o'zi harakatlana olmasa, farzandi yoki qarindoshi uning nomidan ish yuritishi mumkin. Buning uchun notarial ishonchnoma yoki qonunda belgilangan boshqa vakolat hujjati talab qilinadi. Bu holatda pensioner guvohnomasi bor edi degan gap yetarli bo'lmaydi. Vakilning shaxsi, vakolat muddati aynan qaysi harakatlarni bajarishi mumkinligi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Masalan, faqat bank kartasini olishga vakolat berilgan bo'lsa, boshqa arizalarni topshirish masalasida muammo chiqishi mumkin. 6-nozik jihat. Ma'lumotlar bazasidagi xatolar. Ba'zan fuqaroning familiyasi o'zgargan, pasport yangilangan, manzil almashgan, lekin bazada eski ma'lumot qolgan bo'ladi. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan. Lekin pensiya ma'lumotlarida eski familiya turgan. Yoki pasportdagi ismda bitta harf farqi bor. Bunday kichik xatolar ham bankda yoki davlat xizmatida to'xtalishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotlarni oldindan tekshirib olish juda muhim. Endi men pensionerlar va ularning farzandlariga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni tekshiring. Pasportingiz yoki ID kartangiz muddati o'tmagan bo'lsin. Agar hujjat eski bo'lsa, yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, undagi ma'lumotlar o'qilmasa, vaqtida yangilang. Chunki endi pensioner ekaningiz ko'pincha aynan shu hujjat orqali tekshiriladi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati, SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqami o'zingizniki yoki farzandingiznikimi? Karta bloklanmaganmi? Bularni bilib oling. Masalan, pensiya 20-200 ming so'm bo'lsa, lekin karta muddati tugab qolsa, pul hisobga tushishi mumkin. Ammo siz undan foydalana olmasligingiz mumkin. Keyin pensiyam to'xtadi deb o'ylaysiz. Aslida muammo kartada bo'ladi. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiya ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini aniqlashtiring. Agar o'zingiz bora olmasangiz, farzandingiz siz bilan birga borsin. Kerak bo'lsa elektron xizmatlar orqali ham tekshirish mumkin. Sizning EFI tug'ilgan sana, JSHSH yer. Yashash manzili, telefon raqami va pensiya turi to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. 4-qadam, eski pensiya guvohnomangiz bo'lsa, uni saqlab qo'ying. Uni yo'qotib qo'ysangiz, vahimaga tushmang. Chunki asosiy maqom elektron bazada bo'ladi. Lekin bor hujjatni tashlab yuborish ham shart emas. Men har doim pensionerlarga alohida papka tutishni maslahat beraman. Unda pasport nusxasi, ID karta nusxasi, bank rekvizitlari, pensiya bilan bog'liq ma'lumotnomalar, nogironlik hujjatlari, tibbiy xulosalar va ishonchnoma nusxalari tartib bilan tursin. 5-qadam. Agar biror tashkilot sizdan faqat pensiya guvohnomasini talab qilib, boshqa yo'l bilan tekshirishni rad etsa, yozma javob so'rang. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan cheklanib qolmang. Muloyim qilib ayting, iltimos. Qaysi normativ hujjat asosida aynan pensiya guvohnomasi talab qilinayotganini yozma ko'rsatib bering. Ko'p hollarda shundan keyin masala hal bo'ladi. Chunki xodimlar elektron tekshiruv imkonini ko'rib chiqadi. 6-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Bu o'zgarishlarni yoshi katta odamlar darhol tushunmasligi mumkin. Ularga endi hammasi telefonda o'zingiz bilib oling deb qo'ymaslik kerak. Bir marta birga bankka boring. Hujjatlarni tekshiring. Telefon raqamlarini yangilang. Kerakli ilovalar yoki SMS xabarnomalarini so'zlang. Chunki bir kunlik yordam keyinchalik ko'p muammolarning oldini oladi. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Bunday yangiliklar chiqqanda ayrim firibgarlar pensiya guvohnomangiz bekor bo'lyapti, menga pul bering, yangisini qilib beraman yoki pensiyangiz to'xtamasligi uchun kartangiz raqamini, SMS kodini ayting deb aldashi mumkin. Hech qachon bank kartangiz PIN kodini, SMS kodini, ilova parolini karta orqasidagi maxfiy raqamni hech kimga aytmang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday qilsa, bu juda katta xavf belgisi. 8-qadam. Agar pensiya to'lovi kechiksa, avval sababini aniqlang.
darhol guvohnoma bekor bo'lgani uchun pensiyam to'xtadi deb xulosa qilmang. Sabab bankdagi texnik kechikish, karta muddati. Hisob raqami o'zgarishi, ma'lumotdagi xato, qayta hisob-kitob yoki boshqa texnik jarayon bo'lishi mumkin. Avval bankdan hisobingizga pul tushgan-tushmaganini so'rang. Keyin pensiya jamg'armasidan to'lov holatini tekshiring. Shunda muammo qayerda ekani aniq bo'ladi. Tasavvur qiling, yetim yoshli ona har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. Uning eski pensiya guvohnomasi bor, lekin u yirtilgan va yozuvlari o'chib ketgan. Yangi tartibda bu ona pensiyasidan ayrilib qolmaydi. U uyda kartasi bilan bankka boradi. Karta muddatini yangilaydi. Pensiya to'lovlari davom etadi. Agar biror joyda imtiyoz so'rasa, tashkilot uning ma'lumotini bazadan tekshirishi kerak. Demak, bu ona uchun eng muhim narsa eski guvohnoma emas, ID karta va elektron ma'lumotlarning to'g'riligidir. Yana bir holat. 58 yoshli fuqaro nogironlik pensiyasi oladi. U tibbiy xizmatda ayrim imtiyozdan foydalanmoqchi. Xodim undan pensiya guvohnomasini emas, nogironlik guruhi haqidagi ma'lumotni so'rashi mumkin. Bu to'g'ri bo'lishi ham mumkin. Chunki imtiyoz pensionerlikka emas, nogironlik maqomiga bog'liq. Shuning uchun bunday fuqaro nogironlikka oid hujjatlari va elektron ma'lumotlari yangilanganini tekshirish kerak. Yana bir misol, pensioner otaxon qishloqda yashaydi. Pensiyani kartadan farzandi yechib beradi. Agar otaxonning telefon raqami farzandining nomida bo'lsa, SMSlar farzandiga keladi. Bu qulay bo'lishi mumkin, lekin xavfsizlik masalasi ham bor. Agar oila ishonchli bo'lsa, muammo yo'q. Lekin har bir pensioner o'z pulining qachon tushgani, qancha tushgani va qancha yechilganini bilishga haqli. Shuning uchun hisob-kitob shaffof bo'lishi kerak. Hurmatli tomoshabinlar, pensiya guvohnomasi bekor qilinishi haqidagi xabarning eng asosiy ma'nosi shuki, pensiya huquqi yo'qolmaydi, faqat uni tasdiqlash tartibi zamonaviylashadi va elektron tizimlarga ko'proq tayaniladi. Siz vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Pasport yoki ID kartangizni, bank kartangizni, telefon raqamingizni, ma'lumotlaringizni va kerakli qo'shimcha hujjatlarni tartibga keltirib qo'ying. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq ota-onangiz yoki yaqin pensioner qarindoshingizning hujjatlarini bir ko'zdan kechiring. Eski guvohnomani saqlang, lekin faqat unga tayanib qolmang. Agar biror joyda sizdan asossiz ravishda eski hujjat talab qilinsa, elektron tekshiruvni so'rang va zarur bo'lsa, yozma javob talab qiling. Siz bu o'zgarish haqida nima deb o'ylaysiz? Elektron tizim pensionerlar uchun qulaylik yaratadimi yoki aksincha, yoshi katta insonlarga qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang. Kanalga obuna bo'ling va bu muhim ma'lumotni barcha pensioner yaqinlaringizga yuboring.